Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli YouTube obunachilari. Biz Samarqandga keldik. Samarqand viloyati Pazdo'rg'omga keldik. Birinchi marta kelishimiz emas, avval ham ko'p kelganmiz bu yoqqa. Samarqandlik shogirdim Og'abeyni taniysizlar. Og'abeyni Tbilisiga keldik. Bundan 1 yil avval biz Og'abey bilan mavzu qilgan edik. Aynan mana shu issiqxonada qulupnay bo'yicha, qulupnay yetishtirish sirlari birinchi qism, ikkinchi qism ko'pchilik yili ko'rgansizlar qulupnay bo'yicha. O'shandan beri nimalar o'zgardi, nimalar bo'ldi, Og'abeyni hayotida nimalar bo'ldi, qanaqa darajalarga erishdi Allohning izni bilan hammasi haqida sizlar bilan bafurja gaplashamiz. YouTube uchun juda ham ko'p mavzular qila olmayapmiz. Akalar Instagram, Telegramda lekin kichkina mavzuchilar yuribdi. Men aytmoqchimanki, katta mavzularni qila olmayapmiz. O'shaning uchun bizni Telegram, Instagram, Facebook kanallarimizni kuzatib borsanglar, kichkina ko'plab mavzularni qo'yib boryapmiz. Va YouTube'da Shorts'da ham mana shunaqa mavzularni qo'yib boryapmiz. Oldindan sizlardan bitta mamlaqa kommentariy, qisqasi banglatda tashiysizlar. Og'abey Samarqandda nomer 1 qulupnay agronomlaridan bittasi hisoblanadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Sizlar ustoz. Menga emas, biz sizlarga salom beryapmiz. Sizlarga salom beryapti. Og'abey meni eng erkatoy, eng kichkina shogirdlarimdan bittasi. Bitta Samarqand bo'yicha emas, butun viloyat bo'yicha Tojikistonda ham, Qozog'istonda ham, Qirg'izistonda ham eng kichkina shogirdlarimdan bittasi. Og'abey kardioxirurg, bo'lajak kardioxirurg, ha? Xudo xolasa. Samarqand tibbiyot nima? Samarqand davlat tibbiyot universiteti. Samarqand davlat tibbiyot universitetida kardioxirurgiya yo'nalishi bo'yicha Hozircha davolash, xudo xolasa, kardioxirurgiya qilib davom ettiramiz bu yoqni. Inshaalloh. Lekin mana shu dehqonchilik, qulupnay bo'yicha, boshqa bo'yicha avvaldan boshlagan, lekin o'zini qiziqishi meditsina bo'lgani uchun o'sha yo'nalish bo'yicha ketyapti. Allohdan bunga ilmini ziyoda qilishini so'rab qolamiz. Yaxshi kardioxirurg bo'lib yetishishini so'rab qolamiz azizlar. Inshaalloh zo'r bo'ladi. O'shaning uchun meditsina sohasi bo'yicha bu ham ximiyani ham, biologiyani ham, mikrobiologiyani ham ko'p narsalarni o'qishga majbur. Shunday. Majbur, o'rganmasdan ilojisi yo'q. Va bu sohalar aynan bizning dehqonchilik sohalarimizga ham kerak bo'ladi. Albatta. Boshlaymizmi, nimalar o'zgardi, nimalar qo'ydi hammasini? Xudo xolasa. Men chetga o'tib olaman. Og'abeyga savol beraman. Kaksikda Og'abey sizlarga sizlarning savolinglarni beraman, Og'abey javoblarni berib turadi. Xo'p. Birinchi boshlaydigan ishimiz, bu Tbilisiga kirgan edik o'tgan yili, ha, Og'abey? Ha. Boshqacha edi, mana bu narsalar hammasi boshqacha edi. Qisqasi siz bilan kelishgan edik, o'zgartiramiz metrlarini, oralarini, ha, hammasini. O'sha yerda ham sal torroq edi. O'sha Tbilisi, bu Tbilisi hozir necha sotix mana shu Tbilisi? Hozir bu yerda ikkita teplitsa bor, har biri 2 sotiqdan 4 sotiq maydonda. Ha. Bu Tbilisi nariyog'ida yana bitta bor Tbilisi, nariyog'iga menimcha yana qurishyapti shekilli. Yana qurilyapti. Xo'p, bir chekkadan boshlaymiz. Bu yerda hamma narsa buzpesha boshqatdan qildingiz, to'g'rimi, Og'abey? Hagi tikislanib, noldan sistema o'zgartirdik. Biz aytgandik, teplisa chappa degandik, chunki bunaqasiga emas, ya'ni quyosh aylanib o'tmas edi, quyosh bir tomonidan to'liqligicha teplisaga tegardi. O'shandan keyin men sizga aytgandim, moslashtirib, hali yetishtiraman, o'tgan yili iloj bo'lmay qoldi degandim. Mana shu yil o'sha narsani qildik. Quyosh har bitta ko'chatga kuni bilan tushishini, ya'ni har bitta mevaga 100% tushishini ta'minladik. Ya'ni biz Tbilisini quyoshga qarab emas, quyoshga mevalarni qaratishdi, nima qildik? To'g'irladik. Mashalloh. Endi obunachilarning savolini beraman. Endi shoshmang. Bo'lmasa hozir oldiga o'tib ketib qolamiz-da biz. Tbilisini 2 sotib dedik, to'g'rimi? Xo'p, mana bu burchakdan, mana bu burchakgacha necha metr? Bu Tbilisi tandon usulida yasalgan. Xo'p. Eng tashqi yuzasi 880, ichi 8 metr qolgan, ya'ni 40 sm termiz uchun joy tashlangan. Toza 8 metr. Toza 8 metr. Toza 8 metr, tepada termiz ham qilib qo'yibsiz. Zamechание qilib ketaman sirazi, obunachilar. Men termizni almashtiring, xo'pmi? Bo'lmaydi bu termiz, Og'abey. Sizlar ham obunachilar bunaqa termiz qilmanglar. Bu quyoshni o'zi havo bulut mana hozir, to'g'rimi? Havo bulut, quyosh nurini to'sib, quyosh nuri yo'q, освещение. Yana hammamiz nimamiz? Termizimiz xira. Toza yaxshi yangi plyonkadan yoping, xo'pmi? Bu hammaga tegishli. Xo'p, chet 8 metr bo'ldi. 8 metrga nechta qator tushdi mamlaqadan? Qanchadan tushdi? X qatordan
4 ta tushdi. Hop. Xo'p, bu qatorni o'zi 80 sm enligida, bittasi o'z holiga qotirgan, o'tgan yil mana bu yerda edi. Aha. O'rniga bir saldatcha chiqarib, bu yog'ini 40 sm bundan balandroq qildik. To'xtang, mana bunaqa qilamiz. Hozir tushunmay qolishadi. Mana bu o'sha chet, to'g'rimi? Shunaqa. Chetdan qancha tashlab qozonni qoqdik? Mana buni. Necha metr? Xo'p, chetdan 160 sm tashlab qoqilgan. Akalar, eng chetdan 160 qozonni qoqdik. Qozuv chiqdi, ha? Qozuv chiqdi-da, mana bu necha? Bu 80 sm. Qaranglar. 160, mana bu balandligi necha? Balandligi boshi oklon bilan kelgan. Xo'p, 120 sm dan boshlangan, oxiri xo'p 105 sm. 15 sm okloni bor. Uni tushuntirdik, stoykalarni balandligini tushuntirdik. Mana bu 80 sm tushuntirdik. Birinchi mana bu tushyapti. Shunaqa. Birinchisiga bu tushyapti, lekin yonma-yon qilmabsiz, buni tepaga ko'taribsiz. Quyosh nurini tekisroq ta'minlash uchun. Xo'p, bundan bu qancha baland? 40 sm balandlikda. Bundan bu 40 sm baland. Mana yoqqa ikkita tushdi. Ko'rdinglarmi akalar? Endi mana bu yuradigan yo'lkamiz. Bundan bungacha 110 sm qilingan. 110 sm. Qozuv qanchaga tushdi? Ana qozuvdan bu qozuvgacha? Xo'p. Endi 110 bu yoq 40-45. Ko'proq, menimcha 180 mi? 190 sm. 190 ekan. Bu qozuvdan bu qozuvgacha 190 sm. Yuradigan yo'lkamiz demak 110 bo'ldi. Shunaqa. 110. Dalshi hammasi shunaqa ketaveradi akalar, to'g'rimi? Og'abek, bunisi past, bunisi baland. Narigisi past, bitta baland. Santimetrlarni hammasini tushuntirdik. Mana shu kerakda, mana shu savoldan boshlashadi bular. Keyin sekin darshiga o'tamiz. Xo'p, matla bor edi, matlani olib tashabdi. Tayyor o'zi matla bor, bilasizlar, qulupnay uchun chiqariladigan, lekin pomidor, bodring, balg'ar hammasiga matla to'la yotibdi. Lekin qulupnayniki doim har yili problema bo'ladi. Shunaqa? Shunday. Problema bo'ladi. Bu mana shu problemani o'zi hal qilgan. Ichi bir xilmi hammasiniki? Mashim bilan? Sal o'zgartirish ham kiritganmiz ichiga. Endi mana bundan boshlaymiz, keling. Nima bu o'zi bu? Bu mana tunikani qayirib, xuddi nima deydi, qop shaklidagi to'rtburchak qilib olganmiz. Tunika mana bu yerdan drenaj sistemasi. Mana bu drenaj. Tagiga setka tashlangan. Mana bu shunaqa koreyskiy material ekan. Qanaqa setka tashlangan bu tagiga? Oddiy 1 sm-ga 1 sm-lik ingichka setka tashlangan. Xo'p. Ya'ni kokos boyagi oriqchani yoqib Endi. Mana bu narsa nima mana bu? Nima narsa bu? Bu Koreyadan kelar ekan, koreyskiy nima deymiz, qopti materialga o'xshagan narsa. Boyagi drenajning oldi tomoni, pastki qismida teshiklari bor, qolgan joyi butun. Bu tunikani korroziyaga uchramaslik uchun, suv berganimizda elementlar ta'sirida erimaslik uchun mana bu ildizni o'rab turish uchun qop qo'yilgan. Xo'p, buni ham teshib olganmisiz ichlarini? Tagi o'zi zavodskiy teshigi bo'ladi. Teshigi bor. Xo'p, keyingi masalaga o'tamiz. Yo'lmasam cho'zilib ketadi. Mana bu narsa nima mana bu narsa? Men bilaman, obunachilar. Men prosta og'abek sizlarga tushuntirsin, o'zi nima qilsin deyapman. Bu yerda 3 ta tarkibiy qism bor. Mana bu agroperlit. Xo'p. Mana bu yumshog'i brikit. To'rtburchak bo'ladi. Mana bunisi chips. Brikit bilan chips kokosning qismi faqat alohida olish kerak. Brikitni 65% qilamiz, mana bu chipsni 35%. Bu agroperlit 5-10% qo'shsak ham bo'ladi. Men savolni bermoqchi edim. Men savolni bermasimdan oldin shaqqa etib javob berib qo'ya qoldim. Xo'p, demak, mana buni foizlarini tushundinglar. Qanchaga qancha qo'shilishi, agroperlit, kokos, chips hammasi qanchaga qancha qo'shilishini demak tushunib oldinglar. Xo'p, cheslov aytamiz. Bugungi cheslovimiz, mayli bu videoni sal kechroq ko'rsanglar ham, necha bugun? 5-dekabr. 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 Xo'p, nimaga aytayapman? Cheslovni hali yoqilmadi. Yo'q, hozirgacha teplisi yoqilmadi. Hali yoqilmadi. Agar yoqilgan bo'lganda bu совсем boshqacha bo'lardi, akalar, lekin hali yoqilmasa ham mana qaranglar. Jon, hammasi shunaqa, mashalloh. Hammasi shunaqa. To'g'ri, endi ozgina misol kalsiy yoki bo'lmasa magniy ozgina nimalarimiz bor, defektlarimiz bor. Bu yoqma temperaturani hisobidan, yoqmayotganini hisobidan aytishingiz mumkin. Unaqa ko'mamni yetishmovchilik bo'lyapti-ku, bunaqa bo'lyapti-ku deyishingiz mumkin. Lekin yoqmayapti bu hali. Yo'q. Tashqari 0 bo'lsa, teplitsanachi 0, -1 bo'lsa -1. 5-dekabr bo'lsa, qanaqa sovuqlar bo'lib yotibdi, akalar? Qanaqa sovuqlar bo'lib yotibdi, ana qaranglar. Voy, mashalloh. Mana buni farmirovka qilmaysizmi, og'abek buni?
Ha? Xudo xolasa. Qachon farmirovka qilasiz? Yo, o'zi farmirovkaga kelib qolgan. Kelib qolgan? Gullari changlanib, Bu nima bu? So'lixyanmi bu o'zi bu? so'lxiyanglar. Boshqacharoq bo'lyapti. Mana shuni yeb ko'rsam maylimi? Bemalol olasiz. Endi men egasi emasman-da uni. Mana bismillah. Sizlarning oldingizda ko'ramiz. Bismillah. So'lixyan shirin, ha? Zo'ra? Hidi. Ta'mi bu akalar bu gidroponika, bu tuproqda emas. Mana shu tassam ma'lum? Mayli. O'g'lim mana buni yeb ko'rsam ma'lum. Mayli. Boshida eng kichigini Voy! oldingizda siz. Ha? Bu katta bu. Necha gramm mana shu? 30-35 gram atrofi bor. 30-35 ga. Voy, mashalloh. Qiyib qizil emas-ku, sal rozoviyroq. Endi atapleniya yo'q, yaxshi anaqasi kelmayapti. Yuramiz. Ay, men namyoqda qiyib qizillari bor ekan-ku. Rozoviysini olma. Voy, mana qizili, mana. Qiyib qizili bor ekan. Og'ami? Tepalarni ham ko'rsating, tepalarni. Dash ketamiz savollarga. Oziqani o'tmaymiz, chunki o'tgan yil o'sha qulupni yetishtirish sirlari 1-2 qismga kirsanglar, oziqalar hammasini gaplashganmiz. Noldan nimalar qilganmiz, qanaqa qilganmiz, nima retseptlar yozyapti, bu nima qilyapti, ha? Ha, yozib 3 ta davrga bo'lib, daftarlarga yozib chiroyli. Buni ko'pchilik ko'rgan, ko'pchilik o'shandan o'rganib, boshqalar qilib nima qilyapti. O'shaning uchun oziqalar haqida gaplashib o'tirmaymiz, lekin himoyasi haqida gapirib ketmasak bo'lmaydi, chunki himoya bu ximiya ishlatmaydi. Eng zo'r taraflaridan bittasi polностью biologiya. Kasalliklarga ham qarshi, zararkunandalarga ham qarshi u haqida xo'p gaplashamiz. Ko'chatni o'yiz qilyapsizmi? Ha, o'zimiz ko'cha. Ko'chat sotyapsizmi? Shunaqa. Voy, yana bitta kasb chiqib qoldi. Bu faqat qulupnay bo'yicha. Yo, boshqa ko'chat ham qilyapsizmi? Yo, faqat qulupnay hozir. Qulupnay ko'chati bo'yicha ham Og'abeyga demak chiqsanglar bo'lar ekan. Ko'chatini o'zi tayyorlab nima qilyapti. Xo'p, demak, mana buni tushuntirdik nimaligini, mana buni foizlarini aytdik. Kapilni bir qator tashapsiz-a? Bir qator. Kapilning bir qator. Nima qoldi yana hozir yetmaganimiz? Hozir mana 1 metrga ko'pchilik so'raydi, qancha kokos ketdi, buni qopdan afzalligi nima deb ko'pchilik so'raydi. Buni qopdan afzalligi birinchi navbatda ildiz keng yo'yadi. Qopga nisbatan o'lchami katta. Mana bu tunikani ko'rsatib o'taylik. Qopni balandligi 8 sm bo'ladi, mana shuncha. Ha. Bu ildiz chuqur kirish uchun 11 sm qilganmiz. Voy, mashalloh. Keyin qopni eni 13 sm bo'ladi. Bu eni 14. Hajm deyarli 1,5 barobar katta. Ildiz qancha yaxshi yo'ysa, o'shanga boyagi nima deydi? Hosil ham shunga yarasha ko'proq bo'ladi. Men bu yerda ko'rsatib o'taylik-da sizlar. Qani? Qani? Voy, mashalloh. Polniy-ku, bu beton-ku, ha? Ana ildiz akalar. Yonboshi bu, tagigacha ham. Ana ildiz silaga akalar, ko'rasizlar mana. Oho. Zo'r. O'zini YouTube kanali bor. YouTube kanali oti nima edi? Agroterapiya. Agroterapiya degan YouTube kanali bor. Agroterapiya deb yozsanglar bo'ladi. Men yana описаниyaga kiringlar, ссылкасini qo'yib qo'yaman agroterapiyani. Xo'p, Og'abeyni telefon raqamini ham qo'yib qo'yaman. Undan tashqari Telegramini ham ссылкасini qo'yib qo'yaman. Telegram nima edi? Samarqand qulupnay. Xo'p, sizga поручение-da endi. Mana qaranglar. YouTube kanalining oti agroterapiya edi, Telegram kanalining oti Samarqand qulupnaylari. Bitta bo'lish kerak. Bir xil bo'lish kerak. Biz ham agroterapiya qilamiz. Ha, yo'q. Qisqasi, Samarqand qulupnaylari, uni ham ссылкасini qo'yib qo'yaman. Xo'p, Instagram oching обязательно. Agroterapiya deb, Instagramini ham keyin qo'yamiz. Qisqasi, hamma Og'abey bo'yicha informatsiyalari bo'ladi. Men nima demoqchiman? Og'abey onlayn kurslar ochgan. Aynan qulupnay bo'yicha shunaqa o'rgatyapti, hozir shunaqa o'rgatyapti. Mashalloh, ko'pchilik minnatdor. Onlayn kurslari ham narxi arzon. Sirasi yetib ketaman. Bir oyga qancha dedingiz? 900 ming so'mdan. Bir oyga 900 ming so'm to'lab, 10 marta dars bo'lar ekan. Ipidan ignasigacha o'rgatyapti. Oziqalarni qanaqa qilishi, boshqa qilishi bu menga ancha yengillik. Mendan so'raysizlar-ku, kursing qachon, qulupnay bo'yicha boshqa qulupnaychi akalar. Mana Og'abey. Xohlasanglar offlayn ham o'rgatadi, sal qimmatroq bo'ladi. Onlayn ham o'rgatadi. O'sha 900 mingga kirib olib, bemalol o'rgansanglar bo'ladi. Xo'p, undan tashqari pomidor bormi, bodring bormi, hammasini oziqasini cho'tki qilib 12 ta element, 13 ta elementmi shunaqa? 12 tadan taxlab, hammasini taxlab beradi. Vegetatsiya davriga qarab, gullashi, mevalashi, boshqasiga qarab, isiklarini
cho'tki qilib o'sha 1 tonnalarga mushni ozuqalarni tayyorlab beryapti. Leonardit qo'shib, boshqa qilib ishlari zo'r. Bitta ko'rsataman, vaqt ketsa ham YouTube'damiz-ku, vaqt ketsa ham bitta ko'rsatamiz. Oching telefonni. Oching. Men sekretlarni ochib tashlayman, hammasini bor-ku, bo'ladi. Xo'p, anaqa esimdan chiqib qolibdi. Qarayotgan joylari bor. Samarqandning o'zida qattiqlarga qarayapsiz? Samarqandda Urgutda Qorabuloq degan joy bor. Sotiq deb 30 sotuq. Asosan o'shanga darsdan vaqt topib, har hafta bir marta borib. Oching o'sha 30 sotuqni bitta ko'ringlar. Qanaqa klubning sostoyaniyasi qarayotgan joy. Erta ataplayni bormi? Ataplinasi bor. Qani? Mana akalar. Oho, gullar yotishini qaranglar. Endi imkon qadar sizlarga harakat qilib, mana qo'yman. Yana bormi videolar? Videolar. Oching. Ana akalar, ana qulutmay. Mana buni bargini qaranglar. Buni ataplinasi bo'lganini hisobidan hammalar chiroyli, zo'r ketib. Chiroyli qurib qo'yishdi, ha, Tbilisi'ni. Ha, vaqti dahshat. Bu syomka o'z qilganmisiz? Ha, o'zim. Mana arilar uchib yurib pishmelarni ko'ryapsizlarmi? Mevani qaranglar akalar. Ha, mashalloh. Ha? Qani? Boshidan 0 dan shu o'zingiz qarayapsizmi? Ha, 0 dan ekish, joylashtirish, quyoshga mo'ljallab hammasini o'ylab. Egasi minnatdormi? Egasi hosillarni tiyib kelishini ko'rib, вообще kayfiyati boshqacha. Men taniydimmi? Ha, sizni tanimasa o'zi. Menga rahmat aytayaptimi? Shunaqa. Akalar, bundan ortiq baxt bormi? Hurmatli obunachilarimiz, dehqonlar, bundan ortiq baxt bormi? Agar u odam men tanimayman, misol, bilmayman ham kimligini, urgutli odammi? Lekin mana aytayapti-ku, bu men bilasizlar hech qachon ssenariy yozib olmayman yoki bo'lmasam oldin repetitsiya qilib o'tirmaymiz-da, shaharda ketaveramiz. Xursand bo'laman. Bu ko'p aytadi, boshqa shogirdlardan ham ko'p minnatdorchiliklar keladi. Men tanimagan odamlardan. Lekin shogirdim qarayotgan joyi, o'zi samostoятельный qilayotgan joyi shu etsa, minnatdor bo'lsa, men xursand bo'laman. Bu mendan ham o'tib ketdi bu. O'tib ketdi. O'tmasa ham hisob emas edi. O'tmasa ham hisob emas edi. O'tdi, mashalloh. Xo'p, demak qarayotgan joyini ko'rsak, onlayn kursingizni ko'rsating. Onlayn kursingiz qanaqa bo'lyapti u? Onlayn kurs Telegramda, masalan, bir oylik reja shunaqa bo'ladiki. Xo'p, oching uni. Ochingni ko'rsating. Onlayn kursni ko'rsin odamlar, rosa kerak. Resep o'rganamizgan guruhimiz bor. Mana shu yerda savol-javoblar bo'ladi. Keyin xo'p, YouTube'da tiniq variantda darslar o'tib, silkasini tashlab beraman. Qani, ozgina o'tgan joyingizdan bormi darsdan? Ozgina o'zi ham parcha ko'rsin odamlar mana. Qani? Fix asfalt. Ikkalasiga ham bitta mashinani qo'yib yuboring, bir xil modeldagi mashinani. Element haqida dars o'tganman mana bu. Ildizdan kirib bo'lmaydi. Barg orqali yaqinlashtiring, do'stlar, ozgina ko'ringlar. Karbonat angidrid. Yaqinlashadimi bu? Barg og'izchasi nima edi? O'tgan darsda o'tgandik, stoma edi. O'sha stoma barg darvozasini ochilishini kaliy elementi ta'minlaydi. Kaliy o'simlikda faol tarzda kaliy ioni holatida, ya'ni kaliy nima yozibsiz akalar? Men saylar rasmini ham siz ko'rsangiz. Menga aytdi, ustoz dedi, sizdan so'ramay bitta ish qilib qo'ydim, nima deysizda? Nima ish qilding desam, onlayn kurslar ochib yubordim, shunaqa onlayn o'tyapman dedi. Nimaga men anaqa xafa bo'lishim kerak? Men nabarot xursand bo'laman. Men bironta hali shogirdim onlayn kurs ochib dars o'tayotgani yo'q. Ayrim shogirdlar umuman qizg'anchiq, bekitadi, birovga o'rgatmaydi, ko'rsatmaydi, umuman daftarini ham вообще o'rgatgisi kelmaydi. Bunaqalar ham bor. Lekin bu hammaga o'zini ilmini, bilimini berayotgan bo'lsa, ko'pchilikga foydasi tegayotgan bo'lsa, boshqa bo'layotgan bo'lsa, men nimaga xafa bo'lishim kerak? Nabarot xursand bo'laman. Tim bo'li men kurslarni o'ta olmayapman, na onlayn, na offlayn, vaqtim yo'q. Bu o'tsa, albatta menga yengillik bo'ladi, to'g'rimi? Kim qadar yordam qilib. Ha, pomidorchilar chiqsa, bodringchilar chiqsa, ularga kurs bormi yo'qmi? Yo faqat qulupnaymi? Yo'q, вообще katta ham o'simlikka ketyapti u yerda dars. Chunki bizlar masalan faqat ozuqa emas, u yerda maqsad masalan sizdan, mendan so'ramasdan odam parnitiga kelardi. O'simlikni holatiga qarab ideal resept tayyorlab oladigan bo'lib chiqib ketish kerak o'sha guruhda. Ana, mashalloh. Shunday keladi, o'simlikni ko'radi, semestr taxlaydi. 12 ta elementni. O'shaning uchun poyani holati, bargni holati, вообще mayda-chuyda ildiz qanaqa ishlash kerak, ildizga qanday darajada ozuqa kelish kerak, kislorodni unga yetkazish, вообще ko'p narsa o'tilyapti u yerda.
Temperatura endi past. Bu qachondan beri bu sovuq kunlarda, boshqa kunlarda mana shu akalar shu darajada bo'libdi. Lekin mana atapleniyalarni mana qilyapti. Naryoqda ustalar taraqa turuq qilib ishlab yotishibdi. Mana atapleniyalar. Tortib, u yengi yaqinda tortish shekil buni. Ha, u bo'lmadi. Hozir usta katyolni yasayapti. O'shani yasasa вообще bir ekonomichni katyol. Tezlatmasangiz, bu beradigan oziqalaringiz mana shu magniy yetishmovchiligi, kaliy yetishmovchiligini, bu yoqda kalsiy ham bor, og'abey ozgina. Ko'ryapsizmi? Bir stress babi bor ozgina. Tag'in ham qulupning ancha baquvvat. Bo'laverishi mumkin. Adablarni yoqsangiz, keyin bir video qilib tashlab berasiz, ko'rsatamiz hammaga qanaqa bo'lyapti, lekin shu holatiga ham alhamdulillah yomon emas. Xo'p, asosiy narsalarni tushuntirdik. Oziqalarni tushuntirmaymiz, ha? Oziqalarni etdik. Shu 1 yil oldingi mavzuyimizga 1 yil oldin emas, bahorda qildikmi? Ha, bahor ko'p bo'lmadi. May oylari edi. 7-8 oycha. Kirsanglar, qulupni yetishtirish sirlari birinchi qism, ikkinchi qism oziqalarni yozib bergan. Bir razokotda video qilingan. O'sha yerdan olsanglar bo'ladi. Yangi obunachilarga aytayapman-da, yangi ko'rayotganlarga. Himoya haqida gaplashamiz. Men nimaga olib yeyapman? Nimaga bemalol o'zi ham yeyaveradi, qo'rqmaydi. Mana bodring, pomidor, qulupni men asosan uyimga bozordan sotib olmayman. Ko'p shogirdlar yetishtirishadi. Ko'pchilik men so'ramasam ham o'zligi jo'natishadi. Pulni beraman. Biologiya bilan qilishadi. Ximiya ishlatmasdan, deyarli ishlatmasdan biologiya bilan qilishadi. Og'abey ham polностью biologiyaga o'tgan. Ximiya umuman qilmaymizmi? Qilamiz. Ximiya qilamiz. O'ta kerak bo'lgan paytda, xo'p, klass опасности 4 bo'lgan, ha? 4 dan foydalanadi. Va срок ожидания deydi. O'sha kutish davri, ya'ni kimyoviy pestitsid sepganingizdan keyin u o'simlikni tarkibidan 2 kunda chiqib ketadimi, 3 kunda chiqib ketadimi? Mana shu nimasiga qarab. Bir xil kimyoviy pestitsidlar 15 kun, 20 kun, 1 oylab o'simlikning tarkibidan chiqmaydi. Masalan, imidacloprid, ha? Imidacloprid, aksamil, nima deysizlar? 40 kungacha chiqmaydi. U foydasidan ko'ra zarari ko'proq. Xo'p, himoyasi haqida gaplashamiz. Himoyaga nima qilyapsiz? Ildiz chirish, barg chirish, muchnist terasi, boshqalarga qanchada nima qanaqa beryapsiz? Himoyaga ildiz chirish, barg chirishlarga organik F bilan pseudobakterianni ildizga ham ishlatyapman. Aha. Pseudobakterianni ildizga ishlatganimda mana shu fuzarioz kasalliklarni shu zo'r ishlab beryapti pseudo. Ha, mashallah. Ko'proq organik ishlatardim, shu yil pseudobakterianni ham sinab ko'rdim. Yaxshi ishlab beryapti. Pseudobakterian ham bo'lib, tuproqdan bersa ham bo'ladi. Har 1 oyda 1 marta ular. 1 oyda 1 marta beryapsiz. O'sha drenaj yuvgan payti o'shani oqizib yuboraman, ham drenaj yuviladi, ham zashita bo'ladi. Drenajni nima bilan yuvyapsiz? Drenajda asosan mana shu organik F, pseudobakterian. Leonardit qanaqa drenaj yuvishga? Leonardit o'sha videoda qilgandik-ku, har oziqaga qo'shganda 100 gram, 200 gram qo'shimcha. Leonardit qo'shiladi, isi ko'tarilmaydi. O'shani o'zi ham isini ushlab turadi-da. Ushlaydi. Chunki beryapsiz, birdan dorini qo'shib beryapsiz, hazm qilib yuboryapti-da. Hech qanaqa, masalan, o'zini bersangiz dorini 70-80% o'zlashtirsa, Leonardit qo'shib berasiz, o'shani maksimal darajada 100 ga yaqin foizda o'zlashtiradi. Berganingizda o'simlik yeydi. Voy, mashalloh. Mashalloh. Yaxshi, o'shaning uchun men Leonarditni aytaman. Ko'pchilik gidroponikachilar drenaj yuvishga ishlatishadi. Leonarditni ishlatishadi, quruq o'zi bilan, lekin oziqa bilan tez qo'shib bersanglar, drenaj ko'tarilib ham ketmaydi. Ya'ni, misol 1,5 isi haydayotgan bo'lsanglar, bu yoqdan ham o'sha 1,5 isinglar chiqaveradi. 2,5, 3 bo'lib ketmaydi. O'shaning uchun oziqa paytda berib borsa, Leonardit vajib mo'shni deb o'ylayman. Barg kasalliklarga biz bilamiz, mana muchnist terasi bor, unshudring. Sizlarda nima derdi unshudringga esimdan chiqib qoldi. Oqpalak deydi, ha. O'zi oqpalak degan unaqa kasallik yo'q. O'sha unshudring bor, muchnist terasi bor. Belay muchnist terasi deydi. Qulupni eng yaxshi ko'radigan o'sha palagi. Nima sepyapsiz unga? Organik, ana shuni. O'sha men video qilganman, organik F faqatgina ildiz kasalliklariga emas, barg kasalliklariga ham qarshi bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Yaxshi ushlab beradi. Mana shu unshudring boshqalarni. Xo'p, zarar kunandalar deysizlar, oqpashchaga nima beryapsan, shiraga nima beryapsan, boshqaga nima beryapsan? Mana o'ziga qaratamiz, ximiya berayotgan bo'lsa, ximiyani aytsin, biologiya berayotgan bo'lsa, biologiyani aytsin. Akalar, montaj qilmasdan qo'yamiz, shunda qo'yamiz. Himoyani ham nima deydi? Rejalashtirilgan himoya qilyapmiz. Zarar kunandalarnikini ayting. Birinchi navbatda zarar kunanda ko'paymasligi uchun sharoit qilyapmiz. Xo'p.
Temperatura o'zim qaraydigan bu yerda endi temperatura pastiyani past. Lekin o'zim qarayotgan teplitsalarda ham kechqurun 7-8, maksimum 10 gradus qilib beryapti. 12-15 qilgan yo'q. Qancha temperatura baland bo'lsa, hasharot shuncha tez ko'payadi. O'shanga 15 kunda emas, har 20 kunda ishlayotgan joylarimda ham tavsiya qilyapman. Bioseli BV bilan bitini 10 litrga 120 grammgacha Bioseli BV, 100 grammgacha Bioseli bitini aralashtirib, har 20 kunda sepib turishibdi. Unga kley qo'shyapsizlarmi yo'qmi? Sirt faol modda. Ali nimalar bor-ku, поверхностно активный веществоlar, silvetga o'xshagan kleylar. Qo'shganimiz yo'q o'zini. Agar kley qo'shsanglar, yana ham effektivность yaxshi bo'ladi o'sha. Bitta ish qilyapmiz, pH-ni 5-8 qilib beryapmiz. Pastroq pH-da boyagi sporalar yaxshi o'zlashtirilgan Bioseli BV bitini. Mashallah. Hasharotni u endi yutib yubora olmaydi, mayda narsa-ku, lekin terisini teshib o'tish va xitini teshib o'tish juda ham kuchli bo'lar ekan. pH past bo'lgan. Ximiya ham sepyapsizmi? Ximiya hozircha ishlatganim yo'q. Chunki har 20 kunda sistema bilan ketyapti. Atak unga ehtiyoj bo'lgani yo'q, ko'payib ketgani yo'q. Alloh barakangizni bersin. Nima bo'lsa, qandoq etdi, nima qilayotgan bo'lsa, hammasini aniq qilib etdi. Bioseli BV, Bioseli BT 10 litrga 100 grammdan tavsiya qilaman, ikkalasidan. Har 15 kunda bir martami? Qancha temperaturani tushirgan hisobiga 20 kunda bir ishlatyapti. 20 kunda bir marta ishlatishayotgan ekan. Men o'sha sirt faol modda qo'shinglar deyman, kley qo'shinglar deyman. Поверхностно активный вещество. Nega? Bioseli BV, Bioseli BT ni sepdingiz, palaydan sepdingiz, turibdi. Keyin 3 kun, 5 kundan keyin aytaylik, siz stimulyator sepmoqchisiz yoki oziqa biron narsa sepmoqchimisiz, uni yuvib tashlaydi-da, prosta. Uni yuvib qo'yadi. Kley bilan bo'lsa, sirt faol modda bilan bo'lsa, u yuvilmaydi. Ko'proq muddat barkda qoladi. Shunaqa. O'shaning uchun kley qo'shsa effektivность yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Yana nimalar qoldi, og'abey? Nimani tushuntirib aytsa bo'ladi? Xo'p, shimel masalasi, bu gullarni qanaqa changlatamiz? Mana hammasi changlangan, ko'ryapsizlar, 100% changlarni nima qilingan? Masalan, yeb ham tashadi o'zi gullarni. Yeb tashadimi? Faqat shimeldanmi? Shimel ardi changlatyapsiz? Shimelda o'zbekcha variantlar chiqqanga hozir. Arzonroq o'shalar yaxshi ishlayapti, juda ham aktiv. Ha, yaxshi. Alloh barakanglarni bersin. Mashg'ul meni ham yesam maylimi? Mana bunisi qiyib qizil ekan. Qarang. Mana bunisini olaylik. Mana shunisi qizilroqmi? Yo bunisimi? Bir xil ekan. O'zingiz mana qarang. O'zib olishga tushib ketdi. Meni ham ristim bo'lganda. O'zib olishga noqulay emas, uzoq emas. O'sha zo'r. Uzishga hisobini olganmizda bu yerda. Bunisi qizilroq ekan. Lekin mana shuni orqasidan ochroq, chunki quyosh tushmaganda, shunaqami? Shunaqa. Yo'q, mana oxirgacha. Bismillah. Prosta gap yo'q. Endi aybga buyurmaysizlar. Men hammaning havasini keltirib yeb yotibsan, uyida, buyida. Deyishinglar mumkin. Mazasi prosta zo'r. Ko'pchilik gidroponikada oziqalar mana tayyorlanadi, bu tabiiy emas deydi, boshqa deydi. Bu o'sha питательный растворы, ya'ni oziqani to'g'ri tayyorlanishiga qarab. Mana shu mikroelementlar juda ham katta hissa ega. Ferro, manganiz, sink, molibden, bor, mis, juda ham вкусовой качествоda katta rol o'ynaydi. Mezoelementlar, kalsiy, sulfatlar, sera, magniylar. Hammasini balansi qanaqa bo'lishi kerak? Unisi qanaqa balansda, vegetatsiyaga qarab. Mana shu narsalarni hammasini og'abey sizlarga bemalol tayyorlab beradi akalar. Men telefonlarni qo'yaman. Ishingiz qolmadimi boshqa? Tushuntirdik hammasini. Oxiri shimelida. Ko'pchilik so'raydi. Necha gramm hosil olasiz deb juda ko'p so'raydi. Kilosini ayting. Hozir sal u yoqlardan ham ko'rsataylik-da, ochilmagan gullar u tarafdan. Bular ko'p gullab qo'ygani uchun bari kaltaroq bo'lib qoldi. Uni teplitsaga o'taylik. Nariga teplitsaga. Metam yoqilmayaptimi? Bu yerda gul kechroq chiqqani hisobiga barq juda ham mo'shli bo'lgan. Jo'na. Bitta mana shuni o'zini masalan ko'rsating. Massa so'raydilar ko'pchilik. Xo'p, qani? Mana shu yerda formirovka qilganman. 1 2 3 4 5 6 7 ta mana buni olib tashlaymiz. 7 ta guli bor. 5 ta bo'lsin ham deylik. Mana hozirda o'zi mana ochilib turgani, mana bitta gul shoda, 2 ta gul shoda, 3 ta mana 4-chisini ham chiqarib kelyapti. Hali dekabr, yoqilgani yo'q. 4 ta gul shodasi mana shunaqa bo'ladi. Voy masha. Bu degani 5 tadan mevasi bo'lsa ham, solxang 50 grammgacha massa beradi. Har 20 grammdan hisoblasak ham, xo'p 5 tamizda 20 ta hosil bo'ladi.
20 grammdan hisoblasak, hozirda o'zi mana ko'rinib turgan narsa 400 gramm massada. Hozirda o'zi. Bu hali bahorda 8 tagacha ham gul chiqaradi. Bu maksimum qancha? 1 kilomi? Kilodan oshadi, xudo xohlasa. Inshaalloh. O'tgan yili boyagi sistema noto'g'ri bo'lgani uchun 350-400 gramm chiqqandi. Bu yil xudo xohlasa massani, ko'chat sonini ham kamaytiramiz degandik. Ko'chat sonini kamaytirib, sifatli massaga shu yil ishlayapmiz. Kilodan oshadi, xudo xohlasa. Inshaalloh. Inshaalloh. Bo'ldimi shumi oxirgisi? Mana bildinglarmi qanchadan olishi, nima qilishi? Mana bitta ham ko'p ekan, 7 tadan ko'p lekin. Anaqa. O'g'abek hali farmerovka qilmabsiz-a? Yo'q. Mana gullarni ham ko'rsating. Mana tanadan chiqib kelishi baribir baquvvatdan baquvvat chiqadi deydi-ku. Inshaalloh zo'r. Bet ham xuddi shunaqa sistema bo'yicha qilingan hammasi. Xo'p, akalar, yarim soatdan oshib ketdi videomiz. Alloh barakalarni bersin, ishingizga rivoj bersin. Behim Agro kanalini qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun hammangizga katta rahmat. Ulashinglar, yaqiningizga kerak bo'ladi bu informatsiyalar. Amindan bosinglar. YouTube maksimalni nimaga chiqarishiga o'zingizlarning hissinglarni qo'shinglar. Menga kerak emas u. Bu sizlarga kerak ko'proq. Mana shunaqa Og'abekka o'xshagan insonlar, shogirdlar ko'payaversin. O'zini bilmini, ilmini beminnat xalq foydasiga, xalq uchun ulashayotgan shogirdlar, insonlarimiz ko'payaversin. Bitta o'g'ilsiz-a? Shunaqa. Bitta o'g'ilsiz, yaxshi niyatlar bilan mana hovlilar, uchastkalar quryaptilar Og'abekga. O'tgan safar kelganda yo'q edi, fundamenti bor edi. Shunaqa. Chiroyli qilib uchastkalarni qurib qo'yibdilar. Mashalloh. Inshaalloh uylantiramiz. Juda ham xursandman. Og'abekdan minnaming roziman. Og'abekni doim duo qilaman. Hammangizga foydasi tegayotgan bo'lsa, juda ham xursandman. Alloh hammanglarni ilminglarni ziyoda qilsin, dehqonchiligingizga baraka bersin, ishingizga rivoj bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.